Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalarimiz, hurmatli vatandoshlarimiz. Xudo xolasa bugun Samarqand, ya'ni Ishtixon mol bozoriga yetib keldik do'stlar. 1-fevral sanasi bilan hafta kuniga yakshanba, har hafta yakshanba kuni bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa Ishtixon mol bozoridan video syomkalarni olib boramiz. Qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Kanalga obuna tugmalarini bosib qo'yamiz do'stlar. Sizlar uchun videolarimizni taqdim etib boramiz. Akvaryumlarimizda qisqaroq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kelishilgan narxlarda bo'lyapti. Ustakalarimiz Nurobod tumani Nurbuloq shaharchalarimizga ko'p olib borib o'rnatishyapti akalar. Xohlagan svitlarni topsangiz bo'ladi. Mana do'stlar, yangi pachka mahsulotlarimiz Alibis firmasi ham bor. Bu yerda akvaryumlar xilma-xildan bor do'stlar. Kelishilgan narxlarda, xudo xolasa Ilerus kanalda avval ham videolarni qo'yganmiz. Xudo xolasa 2026-yilga bonuslar bor deyilyapti akalar. Dastlabki xizmati bilan chiqib ketyapti, borib o'rnatib keladi akalarimiz. Xohlagan oynalarimiz qo'yib beradi. Ranglari yodoviy oynalarimiz ham bor. Xudo xolasa Ilerus kanalda ekranda nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Akalarimiz xizmatlari 12 viloyatga olib borib, o'lchab chiroyli qilib o'rnatib berishadi akalar. Birorta kamchilik bo'lsa, agar romlar qancha zakaz qilgan bo'lsangiz ham bepul o'rnatib beradi akalar. Aka-ukalarimiz, xudo xolasa tong yorishyapti. Yosh novvochalardan boshlaymiz. Bugun xudo xolasa 6 oylik, 8 oylik akalar, hali yoshga yetmagan. Mana arqa tomonlarda. Bunisi 6 oylikmi? Bunisi 6 oylik ha? 6 oylik, bunisi 8 oylik. Nech pul deyapmiz? 25 million. Ha, bir joyga. Bozor qancha qilyapti? Bozor 22 million. 22 million. Yosh novvochalarimiz 22 million ikkalasini bir joyga bozor so'rayapti akalar. Bo'ylari ham 1 metr bor deyilyapti. Mana turib baho beraveramiz. Qorong'ida iloj boricha yaxshiroq olishga harakat qilyapmiz akalar. Qayerda mollar? Mehnatrat. Uyda ham bor. Bor. Nomer qoldiramiz. 93lik 239 8724. Aloqa chiqaramiz akalar. Bundan tashqari yana bor, xudo xolasa savdo qilaveramiz. Yosh buzoqchalarimizdan akalar hali 3 oyliklar bor deyilyapti. Urg'ochi bu akalar. Savdo bo'layotgan ekan, mana akalar savdo qilishyapti. 4 million 100 mingga so'rayapti. Urg'ochi mana buzoqchamiz. Qaytarib o'taman, 3 oyliklar bor deyilyapti. O'zingiz qancha deyapsiz? Nech pul deyapsiz? 5,5. Egalaridan 5,5 million aytilyapti. Bugun qanday narxlar aka? Olga qarab ketyapti. Ha. 4 million 100 so'raydi. Qaysi kanal bor? Ilerus. Charchamaysizlar. Rahmat. 26 million akalar novvoschalarimizdan davom etyapmiz. Bola hali yosh. Aka necha oylik dedik bular? 3 oylik deyilyapti akalar mana. Ko'r baho beraverasizlar. 26 million bir joyga aytilyapti. Mana. 23 million so'rayapti. 23 millionga berilmay turibdi akalar. Yosh novvoschalar 3 oylik deyilyapti. Mana bunisi balandroq ekan. Bunisi sal kichikroq ekan. Bo'ylari ham akalar mana. Bir ozroq ziyod ham deyilyapti. 23 million bozor so'rayapti ekan. Akalarimiz savdo qilishyapti. Hurmatli do'stlar, novvoslarimizdan. Aha, 13 million. 13 million so'ralyapti. 1 yashar novvos deyiladi akalar mana. On 16 million aytyapsizmi? 16 million ha egalar. Nech pul? 16. Ha, 16 ha. 13 million deyapti. 13 million so'rayapsiz. 15 dan kam bo'lsa bitiraman shu molni deydi. Aha. Bor barakat. Bu qanchalar bor? Birdan ziyod. Biri 10lar bormi? Shodiyan. Taxminan biri 10lar chiqadi deylar akalar. Bor 13 millionga so'rashyapti. Bor barakat. Bor barakat. Mana arqalarida. Davom etamiz hurmatli obunachilar. Mana novvoslarimizda yana xudo xolasa 20 million so'm savdosi bor, kelishamiz deyapti. 15 millionga berilmay turibdi akalar.
Bo'yini 1 metrdan ziyod deyilyapti. 15 million bozor so'rayapti. Ana 20 million egalardan aytilyapti. 15 million so'm kelishamiz deyilyapti akalar. Ukchalardan yana davom etyapmiz. Xudo xolasa bugun videomizni boshladik ukchalardan akalar. Layklarni bosib qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Ranglari ajoyib ekan mana. Qancha qildi aka bozor? 12,5. 15 million egaladi. 12 million 500 bozor so'rayapti akalar. 12,5 million. Hali yoshga yetmagan. Necha oyliklar bor taxminan? 10 oy. Ha. 10 oyliklar bor deyiladi. Bu kichkinasimi u kichik endi? Kichkinasi. Ha, kichkinasi novozchi ekan, ranglari qora akalar. Bunisi onajin, ikkalasi 16 million. Bo'ldi bu hozir. Ikkalasini bir joyga 16 million so'rashyapti akalar. Savdo bo'lyapti mana. Aka o'z qancha deyapsiz? 17. 17 million bo'lsa berib yuboramiz deyapti akalar. Yosh novozchamiz bilan onajinimiz hali yoshga yetmagan bo'ladi. Mana. Yosh onajinlardan akalar davom etamiz. Bo'lsa mana. Nech pul deyapsiz buni? 10 million kam bor. Necha bermak? 8 million so'rayapti. Hali yoshga yetmagan. Akalar mana yosh xonajinchamiz 8 million so'mga berilmay turibdi. 10 million egalardan aytlar. Qayerdami hali? Ishtixonniki. Ishtixonniga akalar. Kelishtirib beramiz. 29 million akalar ikkita namozchamiz bir joyda aytilyapti. Bola hali yoshga yetmagan deylar mana. Yosh ukchalarimiz akalar. 26 million bozor so'rayapti ekan. Mana shu ikkala novozchamizni 26 millionga berilmay turibdi akalar. Bo'ylari ham 1 metr atrofida bor deyilyapti. Yosh novozlar ko'rsatib o'tyapmiz. Yana novozlarimizdan akalar 15 million so'm kam bor deyilyapti mana. Aka nech pul so'rayapsiz buni? Aka 13 dan o'tib berdi. Ha, 13 milliondan o'tib bering deb so'ralyapti akalar. Mana orqalarda. Qayerda mali bu? Oqtepani. 15 million kam bor. O'ylari ham birdan ziyod. Savdo bo'lyapti akalar mana. 13 million o'tib berishga so'ralyapti ekan. Akalar davom etamiz yana 1,5 yashar novozlarimizda mana. 22 million so'm kelishamiz deyilyapti. 18,5 millionga rakam so'rayapti akalar. 1,5 yashar deyiladi mana. 22 million egaladi aytilar. Bo'ylari 120 lar bor deyilyapti akalar. Video davomida ko'rib baho beraveramiz. 1,5 yashar novozimiz. 32 million kelishamiz. Novozlardan akalar mana. Qayerda moli? Ishtixon Halqaboddan akalarimiz 32 million aytilyapti. Baq o'tgan ekan mana. Bo'ylari ham 1.30 dan ziyod akalar. 1.40 chiqadi deyapsiz. Bor deyapsiz, ha? Qancha so'rab hozir? 26. 26 million. 26 millionga akalar bozor so'ragan mana xudosi. Nech pullar bo'lsa berib yuboramiz. Nech pul bo'lsa berib yuboramiz. Kelishaveramiz-da. Xudo xolasa kelishamiz akalar. 32 million egalardan 26 million bozor so'rayapti ekan. Akalar mana yosh xonajinchalarimizdan davom etamiz. Xudo xolasa 5-6 oyliklardan akalar. Nech pul deyapsiz buni aka? 8 million qaysi biri bumi? Buni 8 million, buni 8,5 million kelyapti. Qancha so'rayapti bozor? 16, ha, bir joyga. 8 million. Ana, yo'q-ey? U 500 qoldimi? 16 million bozor so'rayapti. Necha bo'lsa beramiz? Yarim bo'lsa beramiz. 16,5 bo'lsa beraveramiz. Ha. 16 million 500 bo'lsa beraveramiz deyapti.
yosh g'unajinchalar akalar. Molimiz pechaklar o'tirganmi? Yana g'unajinchalarimizdan akalar 6 million so'm savdo bo'lyapti. 6 millionga hozircha berilgan egaladim. Nech pul deyapsiz o'zlaringiz? 10 million kam bor. 10 million kam bor. Mana savdo ham bo'lyapti akalar. 6 millionga akalar so'rashyapti ekan. 5 oyliklar bor deyilyapti akalar. Yosh g'unajinchamiz. Nech pul deyapsiz buni? 9 million. 8 millionga bermayapsiz. Ha, g'unajincha. 9 million so'm mana akamiz aytyapti. 8 millionga bozor so'rab turibdi ekan. Necha oylik dedik buni? 3 oylik. Chiroyli ekan akalar. Bugun qanday narxlar? Narxlar endi ko'tarilyapti endi. Ha. Go'shtlar mana 130. Aha. Narx-navo baland. Ozroq qimmat narxlari. Ustimiz ham 10 ming hozir. Ha. Bozorimizda. Charchabayapsizmi? Yaxshi. Rahmat. Sabrdarlarga hammasiga alangalik salom. Ey yashang, rahmat, charchamang. Sog' o'ynab charchamanglar. Rahmat. Bir yasharlardan akalar, g'unajinlarimiz 13 million so'm egalardan narx qo'yilgan mana. Bo'ylari ham yaxshigana. Yuzi kam 12 million bozor so'rayapti deyiladi akalar. Mana shu g'unajinimiz. Bir yashar, yuzi kam 12 millionga berilmay turibdi. Davom etamiz, yana g'unajinlarimiz. Ikkalasi bir joyga. 15 dan 30 million, bunisi ham 15 million akalar. Qancha so'rab bozor? 25,5. 23. Ha, 25 million. O'tib ham so'rayapti ekan akalar. 25,5 ham so'rayapti deyapti. Mana shu ikkita g'unajinimizni. Ular bir yashardan oshgan ekan. Egalaridan 30 million narx qo'yilgan. Sizlardanmi? Davom etamiz akalar, xudo xolasa mana bo'g'oz deyilyapti. Bo'g'oz mollarga ham o'tdik akalar. Mollarni boricha olyapmiz. Kamchiliklar bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz akalar, layklarni bosamiz. 5-qoringa bo'g'oz 8 oylik akalar. Nech pul deyapmiz buni? 20 million. Ha, 25 million. Sizlardan ha? Bozor qancha qildi? 19. 19 million bozor so'rayapti ekan akalar. 8 oylik 5-qoringa bo'g'oz deyilyapti. Bozor qanday bo'lyapti? Bozor qanday? Yaxshimi? Qayerda ma'lum bu? Ha. Mana akalar yosh kechamiz sotyapti. Yana bo'g'ozlardan davom etamiz. 3-qoringa necha oylik endi? 8 oylik. Nech pul deyapmiz? 20 deb 18,5 million so'rayapti. Aha. 20 million akamiz aytyapti. 18 million 500 ga bozor so'rayapti ekan akalar. 3-qoringa bo'g'oz ekan. Aka bo'g'ozmi bu ya? Nechta to'g'ri? Bir haftada tug'ib qoladi nasib bo'lsa, Radomga boradi. Nechinchi qorin? 1-qoringa bo'ladi. 1-qorin. Nech pul deyapmiz buni? Buni 20 deyapmiz. Bozorchi. Bozor har xil so'rayapti. 14. Aha. 20 million akalarimiz aytyapti. 13 milliondan 14 milliongacha so'rayapti ekan. 1-qoringa bo'g'oz akalar. Xudo xolasa bir hafta 10 kunda tug'adi deyapti. Mana hammaga nasib qilsin. 3-qoringa bo'g'oz. Necha oylik? 5 oylik akalar 3-qoringa homilador ha. Nech pul deyapsiz? 16 million. 16 million egalardan aytilyapti akalar, mana xudo xolasa. Qancha qildi bozor? 14 million 300 ming bozor so'rayapti ekan akalar. Bo'g'ozlardan. Nech pul so'ralyapti? Nech pul so'ralyapti? 14,5 million so'ralyapti akalar. Boya ko'rsatgandik. 1-qoringa bo'g'oz ha. Yaqinda tug'adi. Ha, 14,5 so'rayapsiz. 17 million aytyapsiz. Olindimi bu? Qo'chqor ha? Qo'zi qo'chqor akalar. Orada ko'rsatib o'tyapmiz. 6 million qancha? 6 million 300. Qo'zi. Mana ishlari ham edi ekan. Qo'zida? Barakasini bersin. Qayerga ketyapti bu? Bahringa. Bahringa.
Hammaga nasib qilsin, ajoyib qo'chqorchamiz akalar. 6 million 300 ming. Bolali sigirlarimizdan hurmatli obunachilarimiz, 3-bolasi novozchi ekan, 4-qoringa ham bo'g'oz akalar. 4 oylik. 4 oylik ha, nasib qilsa. Bolasi bor deyapti, ichida ham akalar. Qancha suti bor buni? 7 litr. 28 million, 27,5 millionga beramiz deyapti akalar. Savdo bo'lyapti 26,5 millionga. Ha. Savdo bo'lyapti mana akalar. Mana shu sigirimiz akalar. 7 litrgacha suti bor deyilyapti. 26,5 million ha? 26,5 million. Dur Zakir. Qo'y ko'z bo'ldi bordi. Kuchli savdo. 26,5 million akalar savdo bo'lyapti mana. Tilingda bo'lsa 26 ga beraman. Ona bola sigirlardan akalar yana davom etamiz. Ikkinchi bolasi novozchi ekan mana. Chiroyli ekan, hammaga nasib qilsin xudo xolasa. Qancha suti bor ekan buni? Yaxshi qarasa 8 ta ham beradi, boladan tashqari 5 ta olyapti. Ha, 5 ta bor. Boladan tashqari. Aha, bolasidan tashqari. Bolasidan tashqari akalar mana bolachasi. 5 litr suti bor deyilyapti. 5 pul deyapmiz. 30 million deyapmiz, kam bor. 30 million kam bor kelishamiz. O'tib beramiz. Ishtixonnikimidi? Ishtixon shiqlardimi? Aha. Shiqlar saraydimi? Men bola aloqa chiqaradi. Yana bor. Yana bor. Davomi bor. Telefon nomer qoldiramiz, ha? 93lik aka. 93lik 964 964 40 39. 30 o'tib beramiz. Mana akalar ikki tug'ganlarda xudo xolasa kami bor. Bundan tashqari yana bor. Aloqaga chiqib ko'rasiz, telefon nomerlarini aytib o'tyapmiz. Bolasini o'tcha ko'rsatib o'tdik. Ikki tug'ganlardan akalar bolasi g'unajinchi ekan. Buni qancha suti bor ekan? 5 litrgacha suti bor. Qancha deyapmiz? Bozorchi 20 so'rayapti. 23 millionga berilmayapti akalar. Mana. Bozor 23 million so'rayapti ekan. Bolasi g'unajinchi ekan. 5 litrgacha suti bor deyilyapti. 4 tug'ganlardan bolasi novozchi akalar. Mana, bolasi ham kattagan ekan. Bo'g'oz ham 5-qorin. 2 oylik. 2 oylik javob, 1-dekabrda qo'yilgan. 2 oylik qonida bolasi ham bor ekan akalar. Sog'diradi, suti ham bor. Og'lisi videosini qo'yib beramiz. Ha, qancha suti bor? 6-7 tasa javob beramiz. Ha, 6-7 litrga javob. Puli qanday? Pul 30 yapmiz. Bozorchi 25 ham pul. 25 million 500 bozor so'rayapti. Akalarimiz 30 million kelishtirib beramiz deyapti akalar. Qayerdaki ekan bu? Ishtixonniki. 2 oylik bo'g'oz akalar. Mana. Gayb. 93lik Akalar nomerlar yozib qolamiz. 93lik 235 235 2695. 2695 nomerlarga aloqaga chiqib qolamiz. Bundan tashqari qanaqa mollar bor? G'unajim bor. Aha. Yana bo'g'oz desa bo'g'oz qo'yib beramiz. Bo'g'oz, qisir farqi yo'q. Qanaqa mol bo'lsa ham topib beramiz deyapti, aloqaga chiqib ko'rasiz. Bolali sigirlarimizda yana akalar, bolasi novozcha deyilyapti. Ha, bolasi o'kichami? Bolasi o'kichami? Ha, bolasi g'unajinchiki, uzr. Nechinchi bolasi endi? Abi 6 ta 7 ta tug'ganda. Yosh katta. Bolasi kattagan ekan. Bolasi g'unajin ekan akalar. Nech pul deyapsiz buni endi? Savdo ham bo'lyapti ekan. 18 million so'm so'ralyapti. 18 million so'ralyapti. Egalari nech pul deyapti? 25 deyapti. 25 million. Egalaridan 25 million aytilyapti. Savdo bilan 18 so'rayapsizlarmi? 18 million mana akalar savdo bo'lyapti. 18 million hozircha berilmayapti. Davom etamiz akalar, mana e'tibor bilan tomosha qilamiz akalar. Bolali sigirimiz. Bu ikkinchi bolasi, bu uchinchi bolasi ekan. Bu ham novozchami? Bu ham navoz. Bu ham novozchi ekan. Mana, ho'kizimiz ham ajoyib ekan akalar. Mana, baquvvat novozlardan. Turishlarigacha mana baho beramiz akalar. 1 yashardan oshgan deyilyapti. Bo'ylari 120-125 bor deyilyapti akalar.
Mana shu sigirimizni bolasi ikkinchi bolasi ekan. Bu uchinchi bolasi mana. Bu ham novozchi ekan. Qancha suti bor buni? Ha, odamdan to'ng'i. Ha. Qancha? 5-6 litr. Aha. Bolasidan tashqari 5-6 litr bor deyilyapti. Yo'q mana. Hammaga nasib qilsin. Ona bola sigirlar akalar. Like'larni ayamaymiz akalar, hammaga nasib qilsin. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Nech pul deyapsiz bular? 35? Bu. Bu adin-a? Uchovi bir joyga 60 million akalar mana. Buni adinni ona bolasi bilan 35 million aytdilar. Bozor qancha qildi? 50 million so'radi. 50 million so'm. Chelasi akalar. 50 million so'mga berilmayapti. Ranglari tiniq ajoyib ekan. Pul deyapsiz aka? Buni aka 14 deyapman. 2,5dan 13 gacha savdo bo'lyapti. Aha, chiroyli xunajinchi ekan akalar. Qochmagan, tug'magan hali mana. 1 yashardan oshgan ekan. 14 million aytyapsiz, ha? 14 million aytyapman. Ha, 12,5 13 gacha bordi. Chiroyli xunajinchi ekan. Mana hurmatli kuzatuvchilar, 12,5 million 13 milliongacha so'rayapti ekan. Hurmatli obunachilar, xudo qo'y ko'zi qo'shqon narxlar bilan tanishib o'tamiz akalar. Qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Kanalga obuna tugmalarini bosib qo'yamiz. Xudo Samarqand Ishtixon mol bozoridamiz. Har hafta yakshanba kuni bo'ladi. Kelaverasiz akalar, narxlarga e'tibor qilamiz. Bugun 1-fevral akalar. Yosh takamizdan boshladik. Xudo 1,5 yashar akalar. Bu 1,5 million narx qo'yilgan. Yoshiga yarasha narxi ham o'xshab turibdi mana. Qancha bermayapsiz? 1 million. 1 million so'mga berilmayapti ekan. Million kam. Bo'g'oz ichkilarimiz 2 million kam bu. Bozor qancha qildi? 1,5 so'rayapti. 1,5 million so'rayapti. 1,5 million bozor so'rayapti akalar. Bo'g'oz ekan, ha. Nechinchi qorin? Bo'g'oz. 3-chi qorin. Bo'g'ozlardan, chiroyli ichkilardan mana akalar. 8 million 500 dan akalar ona bola qo'ylar. Bolalar qo'chqorchami? Urg'ochimi? Bolalar qo'chi ekan. Nechta tug'gan bular endi? Ikkinchi bolalari qancha bermaysiz? 15 millionga. Bir joyga. 15 million so'm bir joyga so'ralyapti akalar. Mana bolachalari ham ajoyib ekan. Bolachalar urg'ochi ekan. Chiroyli ekan. Hammaga nasib qilsin. 15 million bozor so'rayapti ekan. Ajoyib qo'chqorchalarimizdan akalar. Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor akalar mana. 3 million 500 dan. Qancha bermayapsiz bularni? Bir joydan 3 milliondan so'rayapti. Bir joyga 3 milliondan. Aha. Necha oyliklar bor? 6-7 oyliklar bor. Bir joyga mana akalar. 3 milliondan so'ralyapti ekan. Yana bor. Yana bor, ha? Nomer qoldiramiz. 99lik 771 88 93 nomerlarga aloqa qilib ko'ramiz akalar. Mana ajoyib qo'chqorlarimiz. Qayerda kiydi? Qo'shroboddan akamiz. Aloqa qilib ko'rasiz. Bozor qanday bo'lyapti aka? Bozor yaxshi bo'lyapti aka. Ha. Narxlar yaxshi. Ha. Hammaga salom. Hammaga salom. Charchamayizlar. Ona bola qo'ylardan akalar. Mana. Sizga. Ilyarus. Ilyar, nima deb bo'lsa chiqadi. Ilyarus. Ilyar o'zib chiqadi, ha? Ha. Nech puldan dedik aka bulardi? 8,5 dan nech puldan so'rayapti bozor? 47 million so'rayapti. 4tasi 8 dan, 2tasi 7,5 dan. Aha. Bir joyga. 8 dan bo'lsa olyapti. Ha, Donovoyga 8 dan bo'lsa beramiz. Bolachalar ham aralash. Qo'chqormi? Ha. Mana chiroyligan ekan bolachalar. Hammasi bolasi bor ekan. Ona bola qo'ylardan yana do'stlar, mana 3-bolalar deyilyapti. Bolalar ham kattagan ekan. Qo'chqorchalarmi bular? Qo'chqorcha. Ha, ikkalasi ham. Mana. Bunisi mana qayerda qo'ylari? Mineral.
Nech pul deyapmiz? Bitta hamda 15 deyapman, 10 so'rayapman. 13 millionga bermayapmiz. Bir joyga 13 million so'ralyapti akalar. 7,5 dan 15 million akamiz aytyapti. Mana. Ikkalasi ham qo'chqorcha ekan bolasi. Dumbachalar ham ajoyib ekan. Bo'lsa kelishtirib beramiz. Olinda bu. Ha, sotilgan ekan akalar. 3 milliondan 6 millionga. Ikkita qo'chqorimiz, yosh qo'chqorlar. Mana. Bular nechaliklar bor taxmin? Ha, bunisi sotiladi. Nech pul? 3 million 600. Bozor qancha qilyapti? Ha, egasi, lekin bu sotilgan ikkalasi. Mana bu ikkalasi 6 millionga sotilgan ekan akalar. Nechinchi qorin endi bular? Birinchi qoringa. Birinchi qoringa bo'g'ozlar akalar mana. 42 dan desam yo'q deyapti. So'rayapsiz, ha? 4 million 200 dan. 45 dan ber deyapti. Ha, 4,5 milliondan egalardan aytilyapti ekan. Hammasi to'q bo'g'oz. Nechta bor bu yerda? 5 ta bor. 5 ta. Aha. Mana nech pul deyapsiz ona bola? Egizda. 12. Egizmi? U barakali qo'y ekan. Ikki bolasi ham qo'chqorchi ekan. Qo'yimiz ham hali yosh ekan mana akalar. Ikkinchi tug'ish. Pastdan egiz tug'aman. Qancha so'ra bozor? Bozor 9,5. 9 million 500 ga berilmagan egiz tug'i ekan akalar. Bitta bolachasi ham bu tomonga ketib qolgan ekan. Mana. Mana keldi akalar. Ikkita bolachasi bor ekan. Qo'chqorchi ekan. Ikkalasi. Nech puldan deyapsiz bular? 4 million 200 dan. Qo'chqorlarimiz akalar, bular 1 yoshdan oshgan deyilyapti. Mana. Qancha so'rayapti bozor? Bozor qancha so'rayapti? Bir joyga? Bir joyga 7 million 500 bozor so'rayapti, berilmayapti akalar. Mana dumbalardan ko'rsatdik. 1 million 200 ga urg'och qo'zilamiz, olinganlardan akalar mana. Barakasini bersin olgan akamizga ham, sotgan akalamizga. 8 million 200 ga. 23 million so'm akalar. Barakasimiz sutlari oqib ketyapti. Nechinchi bolasi edi? Ikkinchi bolasi. Ukcha? 10-chi ekan akalar. Barakasini bersin mana. 23 million. 100 ming. Olingan ekan, urg'och qo'zchamiz akalar. 2 million 100 mingga mana. Barakasini bersin. 3 million turizmga akalar mana olingan qo'chqorchalarimizdan yana 3 million turizmga olibdi akalarimiz. Barakasini bersin. Yosh qo'chqorcha. 1 million 800 ga akalar. Yosh qo'chqorchamiz. Olintiga mana barakasini bersin. 3 yo to'raylik bor deylar mana akalar. 5 millionga sog'liq qo'yimiz akalar. Mana. Barakasini tushib ketyapti. 5 millionga olibdi. Yosh qo'chqorchamiz olinganlardan yana akalar. Mana 3 million turizmga. 3 million turizmga olibdi. Necha oylik bor taxminan? 3 oydan oshgan taxminan. Ko'rib baho beraveramiz. Akalar mana xudosa yemish narxlarini bilib o'tamiz. Birdan 40 mingdan vida pirslarimizni aytdilar akalar mana. 40 mingdan ha vida pirslar. Bundan tashqari yana bor. Bor. 1000 ta bor. 1000 ta. Ishtixonnikimi? Nomer qoldiramiz ha? Ha? 94lik. 287 287 3287 aniq. Xolos, aloqaga chiqib ko'ramiz. Bundan tashqari 1000 ta bor deyapti. Nechinchi o'roq bu endi bu? 3-chi o'roq. Ha. Aloqaga chiqib ko'ramiz akalar, ishtixonniki ekan. Bu bida kimdan? Nech pul deyapti buni? Bu ham 40 ming so'm. Bida pirslar ishtixonda 40 mingdan ekan akalar. Aka sizlardanmi? Bida. Ha, egalar yo'q ekan. Nechi nomer? 33lik. 33lik akalar beta pirsimizni telefon nomerlarigacha aytib o'tyapmiz. 33lik
930 90 03 nomerlarga aloqa qilib beramiz. Somon kimdan ekan? Somonlarimizni 27 ming qilib beryapti. Ha, sizdan bu ham. 27 mingdan. Sovli somonmi? 27 mingdan sovli somonlar. Somon kimdan? Somon. Lalim somonlarimizdan akalar, mana xudo xolasa, pirislar tayyor. Bundan tashqari yana bor deyilyapti. Xudo xolasa, telefon nomerlarigacha aytib o'tamiz. 28 mingdan ko'proq olsa kelishtirib beraveramiz. Ishtixonnikimi? Telefon nomerlari-chi? 50lik 002 11 15 nomerlarga aloqa qilib ko'rasiz. Hurmatli obunachilar, videoni yakuniga yetkazamiz. Albatta, kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalga obuna tugmalarini bosib qo'yamiz akalar. Xudo xolasa, har hafta kelishga harakat qilamiz Samarqand Ishtixon mol bozoriga. Hammalaringizga rahmat. Barchalaringizga omad tilaymiz. Sog'lik, salomatlikda yana ko'rishguncha omon bo'linglar.